Do'stlar, hozir bilan birgalikda 8 sotix yer maydoniga joylashgan umumiy 9 xonadan iborat bo'lgan chiroylikina hovlimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Narxini esa xonadon egalari 30 ming dollarga baholashmoqda. Albatta kamaytirib berishadi. Xonadonimiz pishig'ish va xomg'ish aralashtirib qurilgan, tomlari yopilgan holatda turibdi. Kirishingiz bilan o'ng qo'lda mehmonxona va uni yonida yana bitta xonani ko'rishingiz mumkin. Planirovkalarni albatta o'zingizga moslab olishingiz mumkin. Men taxminan nima qayerda joylashishi mumkinligi bo'yicha sizlarga tavsiya berib o'taman. Keyingi xonamizda oshxona qilishingiz mumkin. Uning yonida esa yana bitta yotoqxona sifatida foydalanish mumkin bo'lgan xonalar bor. Ushbu joyimizda gaz, svet, suv mavjud. Faqatgina kanalizatsiya yo'q xolos. Manzilimiz esa Farg'ona viloyati Ovval qishlog'ida bo'ldi. Mol bozordan o'tganlaringda 1,5 kilometr uzoqligida. Farg'ona shahar markazidan esa 11 kilometr uzoqlikdagi ushbu tinch, asosiysi havolari toza bo'lgan hovlini obzorini ko'ramiz. Alohida gilos bog'i ham mavjud. Uyimizning ikkinchi qismiga kirganingizda kattagina xona, uning ichkarisida ikkita yotoqxona bor. Bu yerda ham siz bemalol xonalarni o'zingizga moslab planirovka qilib olishingiz mumkin. Ushbu hovlimizning egalar raqami hozir ekraningizda turibdi. Telefon qilib bemalol savdolashib, ushbu hovlini xarid qilishingiz mumkin. O'zingizga yozgi qishki dacha sifatida foydalansalaring ham bo'laveradi. Kelib, ko'rib, o'zlaringga yoqsa, baraka qilishlaring mumkin. Orientir esa ko'pchilik biladigan Ovval qishlog'idagi o'sha katta Chinor ko'chasida joylashgan. Videomizga like bosib, o'z yaqinlaringizga ushbu videoni albatta yuborib qo'ying.